Termiz shahridagi Davlat xavfsizligi xizmati chegara qo'shinlariga qarashli harbiy qismlardan birida ochiq eshiklar kuni bo'lib o'tdi. Unda yoshlar harbiy qismda harbiy xizmatchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Harbiy qismlarda ochiq eshiklar kunini keng miqyosda o'tkazish an'ana tusiga kirib ulgurgani hech kimga sir emas. Yoshlarni yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash va harbiylik kasbiga qiziqtirish maqsadida Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarining Termiz shahrida joylashgan harbiy qismlarning birida 14-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilari ishtirokida Xalq va armiya bir tanu bir jondir shiori ostida ochiq eshiklar kuni tadbiri bo'lib o'tdi. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularga chegaramizning daxlsizligi, mustahkamligida ishtirok etayotgan barcha harbiy xizmatchilarimizning mashaqqatli, sharafli kasbini o'rgatish, yoritib berish. Qolaversa, harbiy qismimizda tashkil etilgan, tarix muzeyida joylashtirilgan barcha eksponatlar bilan harbiy qism qahramonlari, harbiy xizmatchilarimizni erishgan yutuqlari bilan ularni tanishtirib borishdan iborat bo'ldi. Biz bugun jamoamiz bilan birgalikda harbiy qismga tashrif buyurdik. Bu yerda bizga texnikalar, qurol-yarog'lar va xizmat itlari bilan bo'lgan chiqishlar ko'rsatib o'tildi. Men kelajakda harbiylik kasbini egallashni niyat qildim. O'tkazilgan tadbirda dastlab o'quvchilar chegara qo'shinlarida harbiy xizmatchilarga yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdi va harbiylar hayotiga oid ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Tashkil etilgan harbiy texnika, qurol-yarog'lar ko'rgazmasi va xizmat itlarining chiqishlari yosh yigitlar qalbida ona vatanga nisbatan o'zgacha g'urur, iftixor tuyg'ularini shakllantirdi. Darhaqiqat, vatanni sevish, uni himoya qilish har bir fuqaroning muqaddas burchidir. Zero, mamlakatimiz sarhadlari mustahkam bo'lsa, yurtimiz farovon, taraqqiyotimiz barqaror, farzandlar barkamol bo'lib voyaga yetadi.